Bu videoda Kushon Akademy o'quvchilarini prezident maktablariga bosqichma-bosqich qanday tayyorlash haqida aytib bermoqchiman. Aynan shu dasturimiz orqali 200 ga yaqin o'quvchilarimiz hozirda prezident maktablarida tahsil olishmoqda. Xo'sh, dastlab o'quvchini bilim darajasini aniqlab, fundamental bilimlarni mustahkamlab olamiz. Bu jarayon taxminan 2 oy vaqt oladi. Keyingi bosqichda o'quvchilarga prezident maktab imtihonida tushadigan 65 ta mavzu asosida darslar o'tiladi va mantiqiy fikrlash mavzu davomida yechiladigan masalalarni ishlash orqali shakllanadi. Bunga esa 5 oy vaqt ketadi. Undan so'ng 4 oy mobaynida o'quvchilar test ko'nikmalarini shakllantirish uchun 5000 dan ziyod prezident maktab testlarini yechishadi. Oxirgisi juda muhim bosqich bo'lib, unda o'quvchilarga tanqidiy fikrlashdan darslar o'tiladi. Yuqoridagi fanlar prezident maktabiga kirish uchun maksimal ballni 80% ni beradi va qolgan 20% ballni ingliz tilidan oladi. Ingliz tili haqida batafsil keyingi videolarda ma'lumot beramiz. Agarda siz ham farzandingizni bosqichma-bosqich tizimli tayyorlamoqchi bo'lsangiz, Kushon Akademiyga murojaat qiling.